Isroil-Eron urushi, mojaroning jadallashuvi va kutilayotgan global ssenariylar. 2025-yil iyun oyida boshlangan Isroil va Eron o'rtasidagi qurolli to'qnashuv bugungi kunga kelib, Yaqin Sharqdagi so'nggi 10 yillikdagi eng yirik va xavfli harbiy mojaroga aylangan bo'lib, uning ta'siri tobora global tus olmoqda. Mojaroning yuzaki sababi sifatida Isroilning Eron yadroviy dasturlariga qarshi oldindan zarba konsepsiyasi asosida amalga oshirilgan keng ko'lamli havo hujumlari ko'rsatilsa-da, bu to'qnashuv ortida ko'p yillik geosiyosiy taranglik, diniy va mafkuraviy raqobat, mintaqadagi liderlik uchun kurash hamda xalqaro yadroviy xavfsizlik tizimining izdan chiqishi kabi omillar mujassam. Isroil tomonidan 15-iyun kuni boshlangan zarbalar Eronning yadroviy markazlarini nishonga oldi. Natans, Arak, Isfahon va Tehron atrofidagi strategik obyektlar aniq mo'ljal bilan urildi. Isroil ushbu harakatlarni yadro tahdidining oldini olish deb ta'riflagan bo'lsa-da, Eron bu hujumlarni to'liq harbiy tajovuz deb baholab, milliy g'urur va suverenitetga zarba sifatida qabul qildi. Eron javobi kechikmaydi. 18-19 iyun kunlari mamlakatdan Isroil tomon 150 dan ortiq ballistik raketalar va yuzlab dronlar uchirildi. Hujumlar nafaqat harbiy obyektlarga, balki sanoat zonalari va aholi yashash joylari yaqiniga ham yo'naltirilgani tahdid darajasining balandligini ko'rsatadi. Isroilning Iron Dome va Arrow kabi ilg'or havo mudofaa tizimlari orqali ko'plab zarbalar to'sib qolingan bo'lsa-da, ayrim raketalar Tel Aviv va Negev hududlarida portlab jiddiy yo'qotishlarga olib keldi. Bu harbiy qarama-qarshilik faqat havo zarbalari bilan cheklanmayapti. Kiber urushlar, sun'iy yo'ldoshlar orqali kuzatuv, dezinformatsiya kampaniyalari hamda Eronning Livan, Suriya, Iroq va Yaman orqali faoliyat yurituvchi ittifoqchilari Hizbulloh, Hasht ash-Shabi va Husiylar orqali amalga oshirilayotgan proxi hujumlar ham ushbu mojaroning ko'p qatlamli va murakkab xarakterga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Isroil esa bu bosimlarga javoban Eron ichkarisidagi maxsus obyektlarga aniqlik bilan zarba berishda davom etmoqda. Eng xavfli nuqta Arakdagi og'ir suv yadroviy reaktori. Bu obyekt plutoniy ishlab chiqarish salohiyatiga ega bo'lib, yadroviy qurol tayyorlash uchun asos bo'la oladi. Isroil bu obyektni qizil chiziq deb hisoblamoqda va unga zarba berish niyatida. Eron esa bu reaktorni himoya qilishni milliy tiriklik masalasi deb ko'rmoqda. Evakuatsiya boshlangan. Xalqaro yadro tashkilotlari esa zarba berilsa reaktiv ifloslanish xavfi borligini ma'lum qilmoqda. Shu bilan birga, urush Yaqin Sharqdan tashqarida ham rezonans uyg'otmoqda. AQSh hozircha bevosita harbiy aralashuvdan tiyilgan. Biroq Donald Trampning keskin bayonotlari, Qizil dengizga harbiy kema va samolyotlar yuborilishi, Isroildagi fuqarolarni evakuatsiya qilish operatsiyasi hamda Pentagonning to'liq tayyorgarlik holatiga o'tkazilgani shuni anglatadiki, urush har qanday daqiqada yana bir pog'onaga ko'tarilishi mumkin. Yevropa davlatlari Germaniya, Fransiya, Britaniya esa diplomatik muloqot orqali mojaro o'chog'ini sovutishga urinmoqda. G'envada Eron bilan yadroviy dastur bo'yicha muzokaralar boshlandi. Ammo AQShning ushbu muzokaralarda ishtirok etmayotgani Eron tomonining qattiq turishi bu jarayonni natijasiz qoldirish ehtimolini kuchaytirmoqda. Rossiya va Xitoy ham voqealarni diqqat bilan kuzatmoqda. Moskva AQShni keskin tanqid qilmoqda. Eron bilan yaqin strategik aloqalar sababli o'z ta'sirini diplomatik yo'nalishda kuchaytirmoqda. Xitoy esa Fors ko'rfazidagi energiya manbalariga qaramligi sabab urushning cho'zilishidan chuqur xavotirda. Ikkala davlat ham urushdan foyda emas, yo'qotish ko'rishini yaxshi biladi. Urushning iqtisodiy oqibatlari global xarakter kasb etmoqda. Neft narxi bir necha kun ichida 30-40% ga oshdi. Hormuz bo'g'ozi atrofida harbiy harakatlarning kuchayishi, dengiz transportining sekinlashuvi Xitoy va Yevropaning energetik xavfsizligiga jiddiy tahdid tug'dirmoqda. Bu esa inflyatsiya bosimi, bozorlar beqarorligi va moliyaviy inqiroz ehtimolini oshirmoqda. O'zbekiston kabi mintaqaviy betaraf pozitsiyani egallagan davlatlar uchun mojaroning ijobiy tomoni yo'q. Haj ziyorati reyslari kechikmoqda, xalqaro yuk tashuvlar uzilmoqda. Energiya narxining o'sishi ichki bozorga bevosita bosim qilmoqda. Tashqi siyosatda esa O'zbekiston kabi davlatlar global betaraflik strategiyasini qayta ko'rib chiqishiga to'g'ri kelishi mumkin. Yakuniy tahlil shuni ko'rsatadiki, Isroil-Eron mojaro shunchaki ikki davlat o'rtasidagi urush emas, bu yadro qurolining taqdiri, xalqaro huquqning kuchsizligi, global ittifoqlar o'rtasidagi kuchlar muvozanatining zaiflashuvi hamda diplomatiya o'z funksiyasini bajarmay qolgan zamonda qanday falokat yo'nalishlar paydo bo'lishini ko'rsatuvchi ogohlantirishdir.
Agar xalqaro hamjamiyat, BMT, Yadro energiyasi agentligi, G'arb va Sharq kuchlari bu mojaroni darhol to'xtatishga qaratilgan qat'iy choralar ko'rmasa, bu urush yadro quroli ishlatilgan ilk real konfliktga aylanishi mumkin. Bu esa nafaqat Yaqin Sharq, balki butun insoniyat tarixida orqaga qaytib bo'lmaydigan halokatli burilish nuqtasi bo'ladi.